Buni qaranglar, buni dizaynini qaranglar. Bu patron bemalol lampochkaga qatirsalar ham bo'laver ekan. Bu bo'lsa kamera. Bu birinchi ko'zi. Bu ikkinchi ko'zi. Kameraning ko'rinishini qaranglar. Pastdagi kamera 360 gradusga aylanar ekan. Plavniy aylanishini qaranglar. Beshshumniy rejimda tiniq ishlayapti. Tepadagi kamera o'zini shunaqa fonarlari bilan qotirilgan. Kechqurun buni fonar sifatida ishlasangiz ham bo'laveradi. Ham uyingizni yoritib beradi, ham kuzatib turadi. Bitta o'qi bilan ikkita yonini urasiz. Zo'ra? Anas Mobile do'konimizda Xiaomi brendining ham original kameralaridan bor, har xil turdagi 360 gradus deysizmi, ko'chada moshniy akkumulyatorlar bilan oladigan kameralar kerak deysizmi, har xil variantidan bor. Hattoki kechqurun svet o'chganda ham ishlaydigan kameralari ham bor ekan. O'rtoqlar, bu kamerani bitta qolgan kameralardan qo'shimcha funksiyasi bor ekan. Aniq sizlarga ma'qul keladi. Mobodo uyda farzandlaring yolg'iz qoladigan bo'lsa va o'sha xonada ushbu kamera bo'ladigan bo'lsa, har bitta o'sha bolachani yig'lagan ovozidan kelgan telefoningizga o'zi uy damligini ham berib turar ekan. O'rtoqlar, bu kamerani turishini, ko'rinishini qaranglar, nima deyapti? Xiaomi'da original kamerasi bu ham. Bemalol ko'chaga bitta shundan qo'yib qo'ysangiz, svet o'chganda ham ishlab, siz ehtiyotingizni har qanday holatda ham himoya qilib berishi mumkin bo'ladi. O'rtoqlar, kimga Xiaomi yoki shunga o'xshagan neobычный turdagi kuzatuv kameralari kerak bo'ladigan bo'lsa, Anas Mobile yoki Anas Vision kanalimizga aloqaga chiqsalar ham bo'laveradi. Pastda raqamlar qoldiramiz. Qo'ng'iroq qilib bemalol buyurtma berishingiz mumkin. Dastavka xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab mavjud. Mabodo Farg'ona viloyatidan bo'ladigan bo'lsangiz, do'konimizga tashrif buyurib, o'zingiz kelib ko'rib, yoqqanini xarid qilib ketsangiz bo'laveradi. Barchalarni Anas Mobile do'konimizda kutib qolamiz.